Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, o'zbek futboliga ixlosmand bo'lgan barchaga biz eng tezkor yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Mabodo kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosgan holda obuna bo'ling va eng qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. 2026-yilgi Jahon Chempionati saralash bosqichi doirasida navbatdagi muhim uchrashuv yaqinlashmoqda. 5-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi safarda Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qarshi muhim bahs olib boradi. Bu bellashuv ikki jamoa uchun ham saralashdagi taqdiriy o'yinlardan biri sanaladi. Ammo sport ruhiga mos kelmaydigan ayrim holatlar bu uchrashuv arafasida jiddiy e'tirozlarni keltirib chiqarmoqda. Avvalroq o'zbekistonlik muxlislar orasida Birlashgan Arab Amirliklari tomonidan chiptalar savdosiga sun'iy to'siqlar qo'yilganiga oid shikoyatlar paydo bo'lgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Birlashgan Arab Amirliklari futbol federatsiyasi o'zbekistonlik muxlislarga chiptalarni erkin sotishni cheklab qo'ygan. Bu esa minglab fidoyi futbol ishqibozlarini jamoasiga dalda bo'lishga to'sqinlik qilmoqda. Ayniqsa muxlislar orasida katta qiziqish uyg'otayotgan bunday muhim o'yin uchun chiptalar shaffof tarzda taqsimlanmaganligi jiddiy e'tiroz va shubhalarni yuzaga keltirmoqda. Bundan tashqari, mavjud infratuzilma imkon berishiga qaramay, mezbon tomon uchrashuvni o'tkazish uchun sig'imi nisbatan kichikroq bo'lgan stadionni tanladi. Bu qaror ham mezbonlarning raqib muxlislar ishtirokini cheklash maqsadida qabul qilingani haqida taxminlarni kuchaytirdi. Ammo vaziyat buning bilan cheklanib qolmadi. Kuni kecha O'zbekistondan Birlashgan Arab Amirliklariga uchib borgan bir guruh muxlislar va jurnalistlar Abu Dabi xalqaro aeroportida hech qanday izohsiz 8 soatdan ortiq ushlanib turildi. Bu holat ko'plab noroziliklarga sabab bo'ldi. O'zbekistonlik jurnalist Nodirxo'ja Yo'ldoshevning aytishicha, mazkur o'yinga mo'ljallangan chiptalar allaqachon sotib bo'lingan va hattoki ba'zi olib-sotalar ularni 300-400 AQSh dollarigacha sun'iy ravishda qimmatlashtirib sotayotgan holatlari ham aniqlangan. Jurnalist Shuhrat Shokirjonov va o'yin uchun borgan muxlislardan biri Twitter sahifalarida mana shu gaplarni yozishmoqda. Abu Dabida bir tanishimni tadbirkorlik korxonasi bor. Qo'lida 40 dan ziyod o'zbeklar ishlaydi. Bugun arablar politsiyasi tadbirkor tanishimni mahkamaga chaqirtirib, futbol o'yinini guruh bo'lib ko'rish, kuchli muxlislik qilish, o'yinga borish kabi holatlar kuzatilsa, deport qilishini aytib, tilxatga qo'l qo'ydirib olibdi. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston o'yini uchun O'zbekiston sektoriga chiqarilgan biletlar 330-350 dollarga chiqib ketgan. O'zbekiston tomonga biletlar ozligi uchun narx kundan kunga ko'tarilib ketmoqda. Boshqa sektorlarda biletlar ko'p, lekin u yerlar o'zbekistonliklarga sotilmaydi va kiritilmaydi. Bunday harakatlar xalqaro sport me'yorlariga va FIFA tomonidan e'lon qilingan futbol tamoyillariga zid hisoblanadi. Bu faqat o'yinning natijasiga emas, balki futbol atrofidagi umumiy muhitga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Muxlislarni sun'iy cheklash, jurnalistlarni erkin harakatlarini to'sish, stadion sig'imini asossiz qisqartirish, bularning barchasi sportga soya soladigan omillardir. Chempionat Asiya saytining yozishicha, Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston uchrashuvi oldidan Osiyo futbol konfederatsiyasi O'zbekiston terma jamoasi istiqomat qilayotgan mehmonxonaga doping ofitserini yuboradi. Ma'lumotlarga ko'ra, terma jamoa tarkibidan 4 nafar futbolchidan doping nazorati uchun namuna olish kerak. O'zbekiston terma jamoasi nafaqat maydonda, balki maydondan tashqarida ham bosim ostida qolmoqda. Biroq millionlab muxlislar bu jamoaga ishonadi va ularni qo'llab-quvvatlaydi. Har qanday sun'iy to'siqlarga qaramasdan, bizning futbolchilarimiz fidoyilik, iroda va birdamlik bilan maydonga chiqib, halol va pok o'yinda zafar quchishlariga ishonchimiz komil. Sportda ustunlikni maydonda isbotlash kerak. Qolgan har qanday nayrang esa vaqtinchalik. Adolat esa oxir-oqibat g'alaba qiladi. Biz terma jamoamizga ishonamiz. Olg'a O'zbekiston! Hozirda bizda mana shular eng tezkor va qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston.